Olis yurtning begona isi, sohillarni ko'mdi nogahon. Tund bo'lsa ham dengizning yuzi, kema qaytdi safardan alo. Pristanda tizilib turar erlarda o'y xayollari, Odessaning baxtli mo'tabar gunohkor va pok ayolpara. Asli kasbi bo'lsa ham firoq chidolmadi keksa kapitan. Xotinining to'lqinday oppoq sochlariga ko'mildi birdan. Alib qomatli dengizi shodmon, ko'rishdida dovdirab yonib, jo'nab ketdi uyiga tomon xotinini ko'tarib olib. Hamma ketdi, bir matros faqat olis yurtning begona isin tark etgisi kelmasdan karaxt uzoqlarga tikab ko'zin. U ham ketdi, xayollar surib, kuylagancha matros qo'shig'in ko'chalarda tentirab yurib mayxonaning ochdi eshigin. Mudrab yotgan maston shaharcha o'sha kecha uyg'ondi cho'chib, bir hasratli g'amgin ashula ko'chalarda yurardi uchib. Sarmast bo'lib kuylardi kimdir, tun yarmidan oshgan vaqtida dengizlardan narida qolgan eng chiroyli bir qiz haqida. Sual olsa